Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Salomatmisiz? Mehmon bo'lib kelganingiz uchun Ha, rahmat bizga. salomat bo'ling. O'sha Yo'lchiboy degan bir vodiylik bir odamni maqolasini ko'rib qoldim. Keyin hechkasiga qarasam, bu odam e, keyin tanidim bu odamni. Bu odam o'zi jamiyatda o'rnini yo'qotib qo'yib, bir shaxsiyatini e, ya'ni bir joyga o'rnatolmay rosa menga yalingan ekan. Gaplashaylik, uni qilib bering, buni qilib bering, palonchini gapiring qilib yurgan ekan. Ora-orada bir telefon ham qilgan ekan menga. Gaplashgan ekanman. Endi bu odam e, umuman mendan haqorat eshitmagan. Bu odam qilgan ishlari to'g'risida men bu odamni o'zimni hayotimda bir ahamiyatli odam deb bilmayman. Bir tiyinga qimmat odam deb bilaman. Bir tiyinga qimmat odamlar. Lekin o'sha biz haqimizda maqola yozsa, ko'pchilik o'qiydi, ko'pchilik ularga patxalimlik qilyapti-da. Bu feministlar, shunga o'xshagan odamlarga patxalimlik qilib, o'shalar bilan go'yoki jamiyatda aktivistman degan narsaga anaqa qilyapti. Lekin orqasidan ancha shikal odam, o'sha blogerman deb menimcha bir qamalib ham chiqdi bu. Tuhmat ko'ryapsizlar, erkin e'tiqod menikiymish. Bu yerdagi odamlar meni olomonimmish. Odamlarni haqorat qilish kerak. Keyin biz munofiq ekanmiz. Haqoratni uchiga chiqqanini qilyapti, provokatsiya qilyapti, Abror javob bersin deyapti. Endi go'yoki Abror javob bersa, Abror Muxtorali mana men bilan tortishyapti deyish uchun. Endi qo'pol qilayotganda gadoy deyman-da, bularni tilamchi odamlar. Undan ko'chada avtonomkani oldida turgan lo'li sal hamiyatliroq mana shu odamlarda. E'tibor tilamchilik qilib yuribdi-da. Endi bitta xalqni haqorat qilayotganiga biroz mulohaza borda. Bu yerda erkin e'tiqodni menga men shogirdlarim emas, erkin e'tiqod. Bir ikki marta o'zi ovozini ham tashlashdi. Erkin e'tiqodda kirib menimcha gaplashdi sizlar bilan, to'g'rimi? Gaplashganda saviyasini aspaldan pastligini odamda ko'rib turibdi hamma. Saviya 0. Nima haqida gapirayotganini o'zi bilmaydi. Mavzuni yana nima deb qo'yadi? Mantiqsizlik zanjiri deb qo'yadi. Mantiqsizlikda zanjir bo'lmaydi. Zanjir mantiqda bo'ladi. Bu odam mana shunaqangi bir o'sma qo'yilgan, upa sepilgan gapni go'yoki tuzib, odamlarni ichida nimadir qilmoqchidir. Hozir maqolasini o'qib berganingizni eshitib turibman. Bizni guruhga siz domla mehmon bo'lib kirib turasizda, to'g'rimi? Yo bizni guruhda bir egasi emassiz. Yo'q, balki bilasizlar-ku, bitta ilmiy bahs maydoni bor, erkin e'tiqod bor, aktiv erkin e'tiqod. Bu yerga ateist ham kirib keladi. Bu joyga turli muxoliflar, favorishlar qanchasi kirib keladi, qancha takfirchilar, qo'liga qurol ko'targanlar. Hammasi bilan o'rni kelsa, jamiyatda bahs qildik, suhbatlashdik. Hozir 1 minut. Chiqarkan pul? Bo'ldi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Inshaalloh Xudo xolisa. Xo'p, Alloh baraka bersin. Xo'p. Bu narsa olyapti-da, qovun tarvuz. Xo'p, demak, erkin e'tiqod bu musulmonlarni guruhi. Menimcha bu guruhni ateistlardan tortib olgan bizni mana shu jamoadagi aktivlarimiz tortib olishgan va islamofob guruhni erkin e'tiqod bahslariga madaniy shaklda maydon ochgan guruhga aylantirdi. Maqolasida Abror Muxtoralining guruhi deyapti. Keyin bu guruhda 7000 ta qancha odam bo'lsa, hammasi Abrorni olomoni deyapti. Olomon degani bu poda degani-da, haqorat qilyapti. Olomon xalq bo'la olmaydi. Xalq deganda aqlli, xushli jamoani aytiladi. Olomon desa qo'y to'dasini aytiladi. Qayoqqa ketayotganini bilmaydigan ko'rlarni aytiladi. Ya'ni ma'naviy ko'rlarni. Bu hammani 7000 odamni ko'r deyapti. Va bularning ko'zida mana shunaqangi bizga nisbatan ancha haybat borda, bularning ko'zi qo'rqadi-da. 7000 ta odam Abrorni shogirdi deb o'ylaydi. Bu o'ylagan narsasini o'g'ri deb xulosa ham chiqarib oladi. Shuni ustiga keyin yangi bir fikrni bino qiladi.
pozitiv borsangiz hamma fikri yiqilib tushadi. O'zi bormi yo'qmi u odamni? O'zi kelib gaplasha olarmikan? Biz bilan bir gaplashdimi yo haqorat eshitdimi bizdan? Bormi yo tarafdorimi uni tarafini oladigan? Yo'lchiboy aka degan odamni biz gaplashgandik, o'sha odam deb o'yladik, yo men u odam emasman deyapti, mayli dedik. So'roq profili ham kelib turib, aynan o'sha fikrlarni qo'llab-quvvatlab, o'zim ham guvohiman deyapti. Shuning uchun Abror domlani bir o'ziga bir ro'para bo'lishda nima muammo deb bu odamni bir chaqirtirmoqchi bo'lyapman. Meni yoshim to'g'ri kelmaydimi? Meni obro'yimga to'g'ri kelmaydimi deyapti. Unda Nima obro'si bor ekan uni? Nima obro'si bor ekan? Endi shunga o'xshagan gaplar, aynan obro'yim deganligini mayli-yu, o'sha men unaqa qilib yurmayman, bahslashib yurmayman deyapti. Men fikrimni bildirib yuraman deydi. Domla siz yo'q bitta narsani aytdingda domla. Ya'ni ular o'zlari mana Yo'lchiboy akaning nomidan gapirgan odam ham buni tasdiqladi. Ya'ni pivo festivali bo'ladimi, bir jamoatda bir ko'zga ko'ringan bir voqelik bo'ladimi? Shunga fikr bildirasizlar. To'g'rimi desam, ha dedi. Endi sizlarning fikrlaringga bizda ham fikr bildirishga haqqimiz bormi desam, to'g'ri deyapti, asos bilan bo'lsin deyapti. Ya'ni o'zlari ham lekin fikr bildirsak bizni davlatda odami, DXG'ning odami bir bolalar deb gap chiqarishdan boshqaga yaramayapti. Keyin aktivistlarni obro'sizlantiryapti, aktivistlarga tuhmat qilyapti, deyapti-da maqolasida. Yo, tuhmat qilmayapmiz. Aktivistlar bilan har doim maydonimiz ochiq. Xohlagan guruhida chaqirsa, uni guruhiga ham borib gaplashaveramiz. Aktivistman deb millatga xiyonat qilayotgan odamlarni ideologik suratda ilmiy asosda ochyapmiz biz. Amiz Sodiq hammani ko'z o'ngida O'zbekistondagi qizlar bokiralik pardasini ko'tarib yurishga majbur emas. Xohlagani bilan zino qilib yuraveradi, erga tegayotganda uni yuziga solishga hech kimning haqqi yo'q degan bir guruh borib, sizlarni qo'llab-quvvatlayman. Xalq sizlarni eshitmay qolishini oldini olishimiz kerak. Sizlar eng ya'ni muslima qizlar ham kelib sizlarga qo'shilish kerak degan gaplarni hamma eshitdi. Men o'shanda aytdim sarkestirroq qilib. Mayli, Amiz Sodiq o'zini qizini yoki ayolini bularga qo'shilishini mayli qo'shilaversin. Lekin musulmonlarni, bizni xalqimizni, o'zbek nomusli yigitlarini nomidan gapirmasin-da. Desam chiqib xafa bo'lyapti. Mana meni oilamni aralashtiryapti deb. Men uni oilasini aralashtirmayapman. U butun boshli oilalarimizni, qizlarimizni o'shalarga qo'shilishini targ'ib qilyapti. Men aytayapman, o'zingni ayoling borsin. O'zingni ayolingni qo'shib olib borib ularga, deyapman. Qani bu yerda haqorat? Endi shuni bu Yo'lchiboy degan tilamchi, gadoy aytayaptiki, mana dedi, obro'sizlantiryapti, haqorat qilyapti deydi. Men hozir Yo'lchiboyni gadoyinda haqorat qilmayapman. Bu e'tibor tilamchisi bu. Rosa menga yalingan. Necha marta telefonlarni ham tashlagan ekan menga, gaplashaylik deb. Bir ikki marta telefon ham qilganlarni bir ikkita mavzularda. Ana folbinni masalasida telefon qilganmidi, shunaqa qilgan edi. O'zini qo'llab-quvvatlashga Abror Muxtor Aliga yalinib yuradi. Abror Muxtor Ali bularni e'tiborga olmasdan endi jabr qo'llab-quvvatlamaganiga maqola yozyapti. O'tta qilib. Menimcha birinchisi emas, bu ikkinchi maqolasi shekilli hozir o'qib berganingiz. O'shaning uchun biz ochiqmiz. Jamiyatda bizning ham fikrimiz bor. Olomon emas bu yerdagi odamlar. Necha marta shuhga kelib gapirgan bo'lsam, har doim takror ta'kidlaganman. Meni shaxsimga ergashishlikka hech kim majbur emas. Shaxsiy fikrlarimni qabul qilishga hech kim majbur emas. Rad qilishga 100% haqqi bor hammani. Erkin fikr bitta. Siyosiy mavzularda meni fikrim shu, mendan ko'ra o'tkir fikrli bitta qancha odam bo'lishi mumkin. Lekin millatning qadriyati to'g'risida gap ketganda, Amiz Sodiq borib parda ya'ni bokiralik yuki degan qizlarni himoya qilsa, biz aytamiz, yo'q deymiz. Haqqimiz bor bunga qarshi gapirishga deymiz. Montesquieu deb qo'yadi. Montesquieular cherkovga qarshi chiqqan odamlar. Jon Loklar cherkovga qarshi chiqqan odamlar.
cherkovga qarshi chiqqani to'g'ri bo'lgan Yevropani standartida. U bizni jamiyatimizga uni olib kelib masjidga qarshi chiqish kerak degan g'oyani singdiryapti. Buni Yo'lchivoyga o'xshagan savodi o'rtachadan past odamlar tushunmaydi. Aqli yetmaydi. Nima haqida gap ketyapti o'zi bu Abrom Muxtarali nima mavzuni qaysi ideologiyani himoya qilyapti degan savolni berib ko'ring. Aqli yetmaydi, saviya yetmaydi. O'shaning uchun Abror bilan kelib gaplashmaydi bular. Gaplashmaydi emas. Gaplasha olmaydi. Gaplashsa shundoq basharasi ochiladi. Saviyasi ko'rinadi. Xohlagan sohasida, xohlasa siyosat, xohlasa qonunchilik, xohlasa qadriyat, xohlasa ideologiya, falsafa gaplashamiz luboy sohasida. Xato bo'lsa bo'ynimizga olamiz, xato bizniki deymiz. To'g'ri bo'lsa dakansa boramiz. Kim bo'pti Yo'lchivoy bu? Bunaqa Yo'lchivoydan qanchasi yo'limizdan chiqdi? Ha? Yana chiqaveradi. Lekin biz to'xtamaymiz. O'sha o'zbek dono xalqidan qolgan maqol eng yaxshi maqol shu. It huraveradi, karvon o'taveradi. Bu maqoldan olinadigan foyda nima desa, siz it bo'lib huravermang. Karvon bo'lib o'ting yo'ldan. Karvonning maqsadi bo'ladi. Karvon bir manzildan ikkinchi manzilga rota bilan yo'lga chiqadi. Aniq lokatsiya bilan yuradi karvon. It har qishloqda uchraydi. U qishloqqa kirsangizdan hang qilgan it chiqadi, bu qishloqqa chiqsangizdan hang qilgan it chiqadi. Ularning maqsadi yo'q. Ular karvonga biz ham bormiz deyish uchun hangillaydi, bo'ldi. Karvon o'tib ketgandan keyin qolib ketadi bu itlar. Itlarning karvonga ergashishligini hech ko'rilmagan. Qoladi o'zini mahallasida bular. Lekin bular akillashi biladi xolos. Mana shu maqolga ko'ra biz olinadigan foyda shuki, karvonga qo'shilishimiz kerak. Itlarga qo'shilmasligimiz kerak. Qisqaroq shu.